Nechta insonlar bo'ladi-yu, kelinglar, tabiat shunaqa. Sizlar bor uy, как раз o'zi remontni ham nechni, tam aboylardan tortib lustralarigacha, bu buyog'ini аккуратный спальник qilsanglar bo'lar ekan. Такой приятный-da, rangi ham, remonti ham. Bu yerdan chiqishinglar bilan oshxona so'ziniki bor. Oshxonaga shu remontga подмаз qilib, bitta kuxni zakaz qilib, uydagilar bilan choy ichib o'tirishga вообще idealniy variant. Lustralarga chiqib qo'yishgan, аккуратный, high-tech uslubda qilishgan ekan. Bu yerdan chiqishinglar bilan keyingi xonaga kirsanglar, bitta zalni ko'ringlar, balkonlari bilan. Yangi hayot, yangi Darxondamiz 56 kvadrat uyimiz, 2 xonali 16 qavatli uyni 9-qavatda joylashganmiz. Xo'p, bu yerdan chiqishinglar bilan kiraverish bu yerda hojatxonadan tayyorlab boshlamadik, chunki endi g'alatiroq bo'lar ekanda. Отдельный bu yerda vanna bilan отдельный tualet. Oppoqgina kafellari ham, aytmoqman, bu remontni o'zi bo'g'maydi-da. Koridorlar ham juda ham prostorniy. Uyimizning narxi 61 ming so'rashyapti. Kredit ipoteka qilib olsanglar ham bo'ladi. Uy egalari nomerini qoldiramiz, telefon qilib kelsanglar. Lekin nechta insonlar bor, как раз sizlar bor uy. Bemalol ko'ringlar.